Shunaqangi holat bo'ldi. Bitta klientimiz dastlabki zakaz qilgan, to'lovlarini qilib berganlar 100%. Biz chiqara olmaganmiz. To'g'risi, charchab o'zimizdan anaqamiz atoyimiz o'tgan, bee'tibor bo'lib qolganmiz. Shunaqangi ayblarni aytib turish kerak. Aynan bugun bo'lgan ish soat 10 bo'ldi. Aynan shu aybimizni yuvish maqsadida endi Xudo xohlasa fonli narsada olib chiqdik mana. Balon, sasoy, xo'p, mikrofon zakaz qilibdilar, bakovoy. Xullas hammasini chiqarib oryapmiz. Ertaga Xudo xolasa mijozimizning qo'llarida bo'ladi. Ming bor uzr, shunaqa holatlar bo'lib turibdi. Aynan skuterga qanaqangi ehtiyot qismlar kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha dastlabkilarimiz 150 ming so'mdan yuqori bo'lgan xarid uchun dastlabkilarimiz bepul. Aynan mana projektorlarimiz mana 50 ming so'mdan chiqyapti. Bunaqa aychiqlarimiz 50 mingdan, bakovoylarda 50 mingdan qilib qo'yganmiz. 50 mingdan 100 minggacha har xillar bor. Gazuchkalarda 30 mingdan qilib qo'yganmiz. Mana zaryadchilarimiz esa 100 ming so'mdan ketaveradi. Akkumulyatorlarimiz 20 dollardan tepaga. Balonlarimiz esa 80 ming so'mdan 200 ming so'mgacha bor. Kaskalarimiz 100 ming so'mdan 100 dollargacha bor. Skuterimiz kech paytgacha ishlayveradi sizlar uchun. Bemalol Telegramdan yozaverasizlar. Pastdagi nomerlari 33 Telegram nomer zapchast uchun, skuter uchun 90 143 48 48. Sizlarga xizmat qilishdan hamisha mamnun bo'lamiz. Bemalol yozsalaring, ishlayib qilib beramiz. Sog' bo'linglar.